Geçe Özbekistan'a barganda köp nerseni sezdim. O'zbekistonga borib uyaldim debsiz. Shropoyordan tortib samolyotgacha qurishyapti, xalqiga suqishyapti. Rossiyadan telefon olib borasan, uni yoqtirish uchun 80 ming pul to'laysan bitta sim kartasi uchun. Ikkita sim kartasi uchun уже 160 ming so'm pul to'laysan. Mashinalari 5 barobar qimmat sizlarnikidan. Boshqa davlatlardan rastamoshka qilish juda ham qimmat. Olib kirish juda ham qiyin. Xalq kambag'al, davlat esa boy. Nima keragi bor? 40 yil oldinda bo'lsak ham zatoslardan ancha orqadamiz. Internet вообще bizda past, qimmat. Sizlarda esa